Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Toyota Switch'ni original va dublikatini qanaqa tekshirsa bo'ladi aytaman. Ko'rsatib o'taman deganim, bilib olasizlar o'zlaringiz uchun. Mana bu Switch'ni originali $13 turadi. Dublikati bo'lsa esa $4 yo $5 atrofi turadi-da, примерно. $6 tursin. Endi dublikatning narxini ham bilmayman. Mana tepasiga magnit tegirib ko'rasizlar. Agar magnit olsa dublikat bo'ladi. Agar magnit olmasa original bo'ladi. Faqat shu yo'l bilan tekshirib bilasizlar. Boshqa bironta yo'l bilan tekshirib bo'lmaydi. Stray uzayt moshinamizga zubchatka remen alishtirib beryapmiz. Originaldan. Keyin esa roliklari zo'r kompaniya Yaponskiy Gimebe kompaniyasini o'zidan qo'yib beryapmiz.